qo'rqadi, Amerikada otib ketishi mumkin-da. PlayStation'ni toshish kerak bo'lgan. Endi bu yoqda paletlarga, padonlarga solishadi-da, yuklab berishadi. Bizdan broker so'ragan. Bu yuklar juda ham qimmat yuk bo'lgani uchun yukka olingan joydan pick-up deyiladi. Pick-updan chiqqandan keyin 250 mil, bularda mil hisoblanadi, kilometr emas. 250 mil masofa to'xtamasdan yurish kerak bo'lganda. 2 kishi bo'lgan u trakda. Ikkita haydovchi bo'lgan, navbat bilan haydash kerak bo'lgan. Shunaqa bo'lib qolganki, xullas, где-то 120 mil yurgandan keyin hojatga chiqish kerak bo'lib qolganda haydovchi, tushunasizmi? Aynan o'sha paytda broker telefon qilgan. To'xtab hojatga kirib chiqsam bo'ladimi deb so'ragan brokerdan. So'raganda, "Ha, bo'ladi" deb so'ragan. Bular trak stopga to'xtagan. Haydovchi tushib bir 10 qadam yurganda orqasidan minivenda, oq minivenda maskadagi odamlar kelib to'xtaganda qurollangan bo'lgan. Qurollangan bo'lib, orqasidagi nimani eshikni qirqib, anaqasini sil deydi. Silni qirqib turib, o'sha minivanga sig'adigan 2-3 ta paletdagi PlayStation'lari hammasini o'g'irlab ketgan. Bu yoqda haydovchi hech nima qila olmay qolganda, chunki qo'rqadi, Amerikada otib ketishi mumkin-da. Shuning uchun biz aytamiz, borilmaydi unaqa qilib. Shunaqa qilib PlayStation'larni o'g'irlab ketishganda.